2 oy yotdim qimillamay. Operatsiya qilishdi. Yaxshi, mana hozir. Shular yaxshimi? Oldin bundoq yurardim, mana bukcha yurardim bundoq qilib. Yusuf Odiljon, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman Nanay qishloq sovetdanman. Qaysi kasallik bo'yicha murojaat qilib keldingiz? Grija bo'yicha keldik, Xudoga shukr. Mana kecha keldik, bugun yuribmiz, holat yaxshi. Qancha og'ridingiz bu kasallik bilan? 2 oy yotdim qimillamay. Yurish imkoni bo'lmadimi? Yo, yurish imkoni bo'ldi, og'riq bilan yurdim. Qo'ltiq tayoq og'riqlar bilan yurdim. Ebega bordim, iloji bo'lmadi. Keyin keldim, kecha bitta keyin operatsiya qilishdi. Yaxshi, mana hozir. Shular yaxshimi? Oldin bundoq yurardim, mana bukcha yurardim bundoq qilib. Hozir endi holat mana yurish mashi, ketish yaxshi. Doktorlarga rahmat. Hammalari yaxshi, mana nimadan chiqarishib, sezganim ham yo'q. Ertasiga og'riq bo'ladi qo'rquvdim. Og'riq yo'q. Nimadan turgandagi, narkozdan turgandagi og'riq bo'lsa kerak deb o'ylardim. O'zimcha yo'q, og'riq yo'q. Rasangiz bitta duo qiling endi. Ilohim, amin. Mana shu shifoxonaga Allohim nurini sochsin. Doktorlarimiz qo'li yengil bo'lsin. Har xil kelgan bemorlarni Alloh shifosini berib, eson-omon uylariga kuzatish nasib ro'zalasin. Hammalariga rahmat, shifokorlarga, medsestralarga hammasiga rahmat. Alloh hammalarini bola chaqasini orzu havasini ko'rishsin. Bemorlar ham bediglik bilan bilmaganda, ko'rmaganda bo'lib chiqib ketishsin. Allohu akbar.